Eng arzon narxlarni uy bozoridan qidirib, narx-navoni solishtirib, sizlarga ko'rsatish uchun keldik. Lekin men o'ylaganimdan ancha qiyin ekan. Kanalingizdan kelsa 47 ga berib yuboraman. Mazavatda, Zo'rvatda. Bavrummi? Bavrumda bir xona yo'q. Sotiga 100 ming ekanda, 120 ming desangiz 1.2 100 ming bor sotiga. Ha, bu ham yevromi? Ha, bu ham narxi zo'r. O'zi обычныйcha bitta arzon, bitta qimmat bo'ladi. Deyli bu odamda ikkita arzon bo'lmaydi. Ikkalovi ham zo'r agar yevro bo'lsa. Oka, taxminan 5 ming plus minusli remont bu. Taxminan 5 ming plus minus. Nima sotyapsiz? O'tgan safar sizni ikki xona birinchi etajingizni qo'yib berdi-ku Instagramga. Telefon bo'ldimi? Bo'ldi. Yaxshimi? Oka, sizni narsangiz yerga urishmas. Fasad 15 metrligi bu yerda ayb. Mahallani ichi. Yo, mahallani ishpadovchisi bo'lmaydi-ku. Men o'zimiz biladigan joylar yaxshi deb yashnamat. Okam qatta etdilar, tushunmadim to'g'risi. 100 mingga sal qimmatroq so'rayapsiz. Buni 90 liga berib yuboring, oka tezlashib ketadi. 3 xona, 2-etaj, 12 etajga 77 ming, 73 kvadrat. Bismillah deb boshlaymiz. YouTube'ga 1 soatlik kontent olish uchun eng arzon narxlarni uy bozoridan qidirib, narx-navoni solishtirib, sizlarga ko'rsatish uchun keldik. Xudo xolasa birinchisi bo'lgani uchun ozgina hayajon bo'pti. Rozi bo'lasizlar, kamchiliklarga ketdik. Lekin men o'ylaganimdan ancha qiyin ekan. Men buni qiyin bo'ladi deb o'ylamadim. Assalomu alaykum. Oka, salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Oka, YouTube'ga kontent olamiz, rozi bo'lasizlar. Narx-navoni ko'ring. YouTube'ga kontent qilamiz. Siz kvartalni siz sotdingizmi? 149 mingga. Assalomu alaykum. Kvadrat metrlikni Ha, men sotdim. necha pulga sotdingiz? O'sha qo'yilgan narxga ketdi, o'tib bermadi egasi. O'zi biz savdo qiluvdik. Qanchaga? 100 necha pul qo'ydi o'shani? 150 ming qo'ydikmi? E'lon turgan bizda telefonga 210 mingdan kamiga bermayman. Ha, 200 ming deb beruvdi. Unga zaril bo'lib qoldi. Zaril bo'lib qoldi. O'sha kuni biz qo'yib sotib yubordik. Oka, qandoqsiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Charchab qolmayapsizlarmi? Sergili yangi hayot, Orsimi. Necha pul buni narxi? Yevro remont. Eng yuqori odam yashamagan. Bo'ldi, yaxshi ekan. Albatta. Xo'p. Lekin maza bo'lyapti. Oka, maza bo'lyapti. Rozi bo'lasizlar. Ichkari kiraveringlar. Assalomu alaykum. Oka, salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? YouTube'ga kontent oldik. Rozi bo'lasiz. 267 58500 337 66 ming 75 kvadrat. Bir xona puliga 2 xona beraman. Bir xonani puliga 2 xona? Chilonzor 20. Общежитие bu? Yo'q. Fransiskiy planirovka. Точный fransiskiy planirovka. Fransiskiy javob beraman. Bir xonani puliga necha pul? 48 ming 100. Kanalingizdan kelsa 47 ga berib yuboraman. 47 ga berib yuborasiz. Общий koridor. Yo'q, ha, общий koridor. Общий koridor. Remonti? Remonti zo'r. Tomlar yangi qilingan. 47 mingga, lekin sal qimmatroq. Aka, biz общий koridorni algoritmdan sotdik 44 mingga ham shunaqaga sotdik. Bu 20 a. Endi to'g'ri, shaharga yaqinroq. Masjidning oldidagi dom. 47 mingdan o'tadigan joy bormi yana? Sizni kanalingizdan kelsa o'tib beraman. Yana o'tib berasiz. O'tib beraman. Nomerlari 97 lik Bos. 749 66 60. Telefon qilinglar, xudo xolasa. Sunnatiga o'tib beraman, chiroyli. Bo'l. Mazavatda. Zo'rvatda. Mashalloh. Oka, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Chilonzor 26-kvartal. 78 mingmi? Balkon 2 ga 6. Sredniy remont. Kvadrati necha buni? 76. 76 kvadrat. Gruzinka bo'ladimi? 26-kvartalda 76 kvadrat. G'ishli bo'ladi, to'g'rimi? G'ishli. 76 bo'lmaydi, 70 kvadrat bo'ladi g'ishli bo'lsa. Taxminan 78 ming. Sal qimmatroq ekan. 70 mingdan olib berasizmi? 70 mingdan olibsiz. Necha pul berib yuborasiz oxiri? Ipoteka bo'lsa 78. 78. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Oka, salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Boshladinglarmi? Yengillikni boshlardi. Ha, yaxshi. Xudo xolasa rozi bo'lasizlar. O'tgan safar qo'yib ketuvdik. Necha pul edi o'shanda? 75 dan qo'ygan. 75 edi. 1,5 ming, 2 ming skidka beribsiz-da. Necha pulga oldingiz buni o'zi? Sir bo'lmasa.
68 ga olaman. 68 ga oluvdingiz. 68 mingga oluvdingiz. Remonti yaxshi, men ko'rganman, chiroyli. Shunda kirib yashaydigan nomerlar 99lik 878 69 59. Oke, ishingiz girvoch. Sog' bo'ling. Mazza bo'lar ekan lekin. Ha, Bismillah. Ichkari kiramizmi? Bu nima bu? Olmazor. Hozir boshqa narsa ko'tarib turuvdingiz, almashtirib keldingizmi? Ha, orqasidami bu? Bundoq qilsalar boshqa, bundoq qilsa boshqa bo'lib ketaverar bir ekan. xona Yevro remont tayyor. Sag'bonda qayerda bir xona? Novostroyka, Sabon o'zidagi. Bavrummi? Bavrum. Bavrumda bir xona yo'qmi? Bir xonalik. Keyin qurgan bor-ku. Ha, Bavrumni yonida boshqa Bavrumni o'zida bir xonali uy yo'q-da. 56500 high-tech remont, mebel texnikasi bormi? Yo'q. Mebel texnikasi yo'q bo'lsa, lekin narxi sal qimmatroq. O'zingiz olib tayyorlovmidinglar buni? Ha, startib bu. Startvi ham sal qimmatroq. 44 kvadrat o'tda 50 ming sotilsa kerak. Ko'taradimi 50 ming? 50 ming ko'taradi. 50-55 ta hozir agar remont qilgan. Tushundim. 50 ming ko'tarsa, agar berib oladigan bo'lsangiz, nomeringizni aytib ketaman yoki oxirgi narxini ayting. Yo'q, 50 ga sal tiralib qoladi. 50 ga Startibi boraversang ko'rgan odam Ya, oxirini aytib keting-da, qiziqroq bo'ladi. 55 beramiz. Oxiri 55 ming. 55 ming. Tayyor shunda mebelni olib kiradi yashaydi. Kuxunni qo'yganmisizlar xatyapmi? Albatta. Kuxunni bor, ha? Nomerlari 93lik 592 42 23. Albatta. Kelishtirib beramiz. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyapti? Tinchmisiz? Tanidim. Aka salomatmisiz? Ha. Ishlaringiz bo'lyaptimi? Ha, o'sha shoxob mashina bir etudi sizlarga. Shoxob akamning joylarimi? Buni ham etudi, ha, shoxobni joyi bu. Qayerda edi bu? Izzadiga. Yo'q, buni aytmaganlar lekin, aka. Anaqa deyni aytgan, o'zgarish deyni. O'zgarishni aytdilar, buni aytmadilar. Ketdi o'zi bu ham. Xo'p, Yevro remont, Izza mahalla, Tokzor 126 ming. Nima deyapti? 1-2 sotuv. 1-2 sotu 5 ta xona. Soch uchun qurilgan, ha? Yo'q, o'zim uchun qurganman, endi qarzim bor uchun. Bor. Izza Tokzor necha kilometr kiriladi betonkadan, aka? 1 kilometr kirilmaydi, domga yetib bormaydi. 1 kilometr kirilmaydigan bo'lsa 100 sotiga 100 ming ekanda, 120 ming desangiz 1-2 100 ming bor sotiga. 126 ming olib qo'yganman. Tushundim. O'tib beriladi. Tushundim, 120 mingga bersangiz sotiga 100 ming ekanda, hozir sotiga 100 ming ko'tara olmayapti u joylar. Sal yana o'tadigan joyi yo'q. Euro remont qilingan. 10 ming. Sotiga sal kichkinaroqda. Necha pul berib olasiz? Oxiri anu joyi bo'ladi-yu. Men shundan o'ta olmayman. Mana shu bor o'zi 143 mingga tushgan. Xudolik shoxob biladi o'zi. 143 mingga tushumidi o'zingiz? Aka, Hozir 17 ming minus qilib qo'tamizda, yana mayli, yana o'tamiz. Bundan o'tamiz. Tushundim. Oyoq tirab turib olmaymiz. Tushundim. Sizni narsangizni yerga urishmas. Siz yashash uchun qilgansiz-ku buni. Sotish uchun emas, yashash uchun qilayotganda-chi odam bitta-ikkita arzimagan narsalardan qochmaydi-da, qimmat tiqaveradi-da, o'ziga qimmat tushib qoladi. Sotish uchun qilayotganda unaqa bo'lmaydi. Konkurensiyada siz ular bilan konkurent bo'la olmaysiz. O'zingiz uchun qilsangiz. Bitta mana gapingizni bo'l, mana shu mashina 3 ta tushganda, Hop. yonimda bor, 130 mingga bermayapti. 130 mingga bermayapti. Xuddi shunaqami yo ular yo sotish uchun qilgan? Bir xillar, ular sotish uchun qilgan. Ha, 130 mingga bermayapti. 1 2 5 ta. Hop, siz necha pul bo'lsa berib olasiz? Hali 2 ming 3 ming o'taman. 120 mingdan o'tib berasizmi? Yo'q, mana 126 mingdan 2 ming 3 ming o'tib. Ha, 122, 123 lar mo'ljallingiz. Balki Shular yaqinroq olib keling. Chiroyli hovli ekan, ichidagi narsalarni ham ba'zilari tashab ketiladi. Nimadirlar tashab ketasiz. Ha. Hamma narsa tayyor ekan. Ba'zi narsalar olib kiriladi. 99lik 488 22 20. Xudo xolasa, kimga kichkina kompaktli uchastka kerak bo'ladigan bo'lsa, domdan yaxshi-da, 3 xonali dom ham beryapti-da, Yevro remont. Okay? Ko'rganimdan xursandman. Salomat bo'ling. Yaxshilikni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz, tuzumsiz? Yashnobod, Qushbegi, ikkita va shu boshqa joyga ko'tarib olibsiz-da. Xo'p, Yashnobod, massiv panelli 42 ming 244. Aka, remonti yevro ekan. Biz o'zimiz yaqinda bez remontini 34 mingga oldik. 34 mingga olib qoldik, bez remontini hozir 37 ming 38 ming bo'lsa sotadi deb bolalar. Men tepasida bo'ldim. Bu yevro bo'ladigan bo'lsa, 2 xonali yevro remontga hozir danli verayman. Taxminan 6 ming ketib qoladi. Eng kamida.
zo'r narxi. Kelishtirib beramiz. Nechi pul berib yuborasiz? Yana 500 600 o'tib beramiz. 40 ta ozgina o'tib bersangiz o'zimiz olib qolamiz. 40 ta o'tolmaysiz. 41,5 ming ekan, narxi zo'r. 90lik 346 62 41. Assalomu alaykum. Jahongir aka salomatmisiz, tuzumsiz? Bunisi-chi? Yoki bunisi tikkaroq. Qushbegida 39 kvadrat, remonti? Ha, bu ham yevrami? Ha, bu ham narxi zo'r. Akam ikkita o'zi обычныйchi, bitta arzon, bitta qimmat bo'ladi. Deyli bu odamda ikkita arzon bo'lmaydi. Ikkalovi ham zo'r agar yevro bo'lsa. Mana buni yevro deganingiz o'sha yangi yevrami yo ishlatilganmi? Bitta rasmini ko'ringlar. Soyaga o'tinglar. Bitta rasmini ko'rsating. 38 dan bo'lsa gaplashamiz. 38 dan tepasi qimmat. Manbimi? Yo'q, men bunga. Manbimi? Aytdim 40 dan o'tib bering dedim. Bo'ldi, aka. Bo'ldi, aka. Bemalol. Bu yoqqa o'tib oling, bularga xalaqit qilib qolamiz. Mana shu bo'ladi. Bitta rasm ko'rsatamiz, ketamiz biz, aka. 1 minut, aka. Ko'rsating. Eng yorug'imi shu? Chiqib ketib qoldi. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Shunda kamera bor. Mana shuni ko'rsatib olaylik, aka, hozir 1 minut. Xo'p bo'ladi. Ko'ryaptimi ishqilib? Aka, taxminan 5 ming plus minusli remont bu. Taxminan 5 ming plus minus. Hop, 5 ming olib tashlasa 41,5 mingdan necha pul qoladi? 36,5 ming qoladi. 36,5 ming qoladi. 5 ming ishlatgandan keyin $1000, $2000 addacha beradi mehnat hisobiga. Narxi zo'r. Bunisini ham remont xuddi shunaqami? Yaxshi, aka. Hop, nomerlari 90lik 346 62 41. Bir xona 5/5 Qushbegi, 2 xona to'g'ri panelli. Faqat aka remont qilib sotyapsizmi? Remont qilib sotayotgan bo'lsangiz, ilojisi bo'lsa yaxshi etaj oling. Oxirgi etaj sotish qiyin. Mana arzonligi ishqoz bo'lib olasiz, sotayotganingizda qiynalasiz, chunki oxirgi etajda xaridori kam bo'ladi. Labbi aka. Sizni kuzatib boraman, men oluvchiman-da. Xo'p. Agarda mabodo sizga Instagramda ko'p turaman-da. 24, 25, 26 kvartallar bor vatan. Xo'p. To'rxonalik chiqib qolsa mabodo telefonim bor. Ayting nomeringiz. 90lik 90lik 970 970 89 89 81. 90lik 970 89 81 24-kvartaldan bizmi? 24-kvartaldan to'rxonali uy bo'lsa, akam olakan. Bo'ldi. Bo'lsa bosib bir kunga. Ya 70 ga topamiz. Ya 70 ga topamiz. Topamiz. Siz bilan biz harakat qilaylik. 75 dan yuqori. Yaxshi etaj. Ko'rdim. Ya 70 ga yo'q. Ha, xo'p deb qo'ying. Ko'rgan bo'lsangiz oling. Zo'r narx ko'rsiz. Siz bilan nima bo'lar qani vaqt chiqib qolsa. Bize aka eng arzon narxdagi uy joy chiqib qolsa Instagramga qo'yyapmiz. Bittada 1 soatda 2 soatda sotib yuboryapmiz. Faqat o'zimiz ham pul tikmayapmiz. Shunaqa ish qilyapmiz. O'shani kuzatib turing, xudo xolisa Instagramda o'sha eng arzon narxda bu narsa chiqib qolsa qo'yib boryapmiz. Telegram kanalimga podpiska tashlaganmiz. Telegramda ham xuddi shunaqa ish qilyapmiz. Bu ko'pincha nima Instagramda ko'rib turaman. Xuddi shunaqa 75-76 minglik uy olmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanal Tuhfa Estate. Shundoq bossanglar, mana ko'rsatib ketay. O'zimning kanalimni ham reklama qilib ketaman aka, siz bahona eslatdingiz. Tuhfa Estate. Faqat va faqat bozordan arzon narxdagi uy joylar qo'yiladi. Bozor narxi bo'lsa ham qo'ymaymiz. Bozordan arzon bo'lsa qo'yamiz. Podpiska tashab qo'yinglar. Estate, ha. Yo, chiqmadi. Noto'g'ri yozdi. Sherstika shunday tushuntirib oling. Assalomu alaykum. Bilasiz-ku. Shunday tushuntirib oling. Tuhfa Estate. Telegram. Yo, nomerni bera olmayman lekin, aka. Kamera turibdi-ku. Salomatmisiz? Tuzumsiz? Nima sotyapsiz? O'tgan safar sizni 2 xona birinchi etagingizni qo'yib berdi-ku Instagramga. Telefon bo'ldimi? Bo'ldi. Yaxshimi? Xo'p. Uchtepa rayon Xondan 1. Bizning mahalla ekan. Birinchi liniya. Yo'l yuzi. Qaysi orientir bering? Charog'onga yetmasdan-da. Qayerdan kelganda Charog'onga yetmasdan? Ko'kcha tomondan kelganda, Charog'ondan o'tgandan keyin. Charog'ondan o'tdik. Charog'on to'g'risida masjid ratida yursa, go'sht do'kon bor. Ha, o'shalar. O'sha ratdami? Ha, o'sha rat. Agarot qanaqa? Agarot katta tomoni. Agarot katta. Net sotu 7 sotu. 7-1. Nech pulda otdi? Hop, 64 ming deyilyapti, yana o't beriladi. Sotiga 64 ming. kerak.
Xo'p, o'tlida taxminan 55 ming, 60 ming sotilyapti. Aka, sizning narsangiz yerga urishmas. Fasad 15 metrligi bu yerda ayb. Agar fasadimiz 7 sotuvga 25 metr bo'lganda siz aytayotgan narxingizga bash talash bo'lib ketardi. 15 metr fasadni ko'pchilik xohlamaydi-da, anu do'konini oldi kamroq ko'rinadi, ichkari uzun kalbasi bo'lib qoladi. Lekin narxi yaxshi baribir. Ofis qilaman deb qidirib yurgan odamlar uchun 64 mingdan 1 sotiga 701 sotuv. Holati yaxshi, yashaydigan sosteniyada lekin. Optoda ko'rinadimi? Qarang. O'zi tayyor ekan, bog'cha-moqcha qilib qo'yaman desa. Nechta xona? Choyxonaga ham joy zo'r. Nechta xona? 10 ta xona chiqadi-da. 10 ta xona ekan. Shundoq restavratsiya qilib yuborilsa, choyxona qilsa ham bo'lar ekan. Bog'chaga. Bog'cha qilib qo'ysa bo'ladi. Endi gostinitsaga menimcha bo'lmasa kerak. Gostinitsa ham qilib qo'ysa bo'ladi. Yo'l yuzi hozir qilib qo'yishyapti. Tayyor ekan, foydalansa bo'ladi. Endi biz tashab turib 3-4 etaj ko'tarishga ham zo'r. Foydalaninglar. Nomeringiz 95lik 141 71 75. Okey, salomat bo'ling, bozoringizga bersin. Labbe. Ugolovdadi. Hop. Bo'layotganlarda yana xos-xosga juda ham yaxshi. Qayerda? Joylashgan. Yashnobod. Metro. Yangi qurgan domlar bor-ku. Hop, Slonimga yetmasdan, Perezdan o'tgandan hop. keyin. Ahmad Yasaviy masjidi shundoq yonida. tushunarli. Okey. Bu mahallamda o'zimni literaturning otaxo'li. O'shaning uchun to'shlik hammasini aytib bera oldim. Sizniki Yashnobod bo'lgani uchun men sal qiynalaman. Yashnobod. Ha, narxini chiqarishga Yashnobod. Предварительно bilan aytib qo'yishim mumkin, yana tushib beraman. Nech pul? 100 ming domma, 3 sotuv. 3 sotuv, 33 mingdan sotiga. Kvadrat tartsovoy. Sotiga 33 mingdan. Ha, shunaqa. И ровно kvadrat tartsovoy. Ana qinshu qing'ir emas, fasadi 20. 20 ga 15. 15 mi? 15 u nechidir-da? Tushundim. 20 ga 15 bo'lsa 3 sotuv bo'ladi. Anaqasi bor. Darvozasi bor, mashinaga отдельно и anaqaga отдельно. И uyda 5 ta xona bor. Ha. 3 ta sanuzel bor. Okey, qarang. Ichida ham bor. Ofis. Siz ofis qilib qo'yishga zo'rdosiz-ku. Men qaysi mahallaligini to'g'risi bilmadim, chunki chunki Yashnobodda sal adashaman hozir orientiya bersangiz. Garbati most Ofis qilish uchun. Yo'l yuzida sizni qo'shnilaringizda nimadir ishlab turgan bo'lishi kerak. Nima ishlayapti? Magazin bor. Oziq-ovqat magazin ishlab turibdi. Ratizda. Olma ryatimda Olma oziq-ovqat magazin. Oziq-ovqat bor. Yana nima ishlar? Xona bor, somsaxona bor, fast food bor. Bo'ldi. Unda pad ofis qilsa bo'ladi. Agarda yo'l yuzidan uchastka olib turib pad ofis qilish niyat bo'lsa, yonidagi bu yoqni 3-4 qo'shniga qaraladi. Agar nimadirlar ishlayotgan bo'lsa, demak hostel ham ishlaydi. Mebel sexi bor aytganda bor. Ha, ana o'sha narsa hal qiladi. Mana bir xil odamlar bor-da, yoki meniki yo'lli yuzi deydi, ofis qilib sotaman deydi, deb pad ofis. Hech narsa ishlamay turibdi. U pad ofis hisoblanmaydi. Pad ofis hisoblanadigan Toshkentdagi joylar обязательно yonida nimadir ishlab turgan bo'lishi kerak. Agarda hamma uchastka shunaqa bo'lib ketib, bitta sizniki qolib ketsa, narxi 2-3 barobar oshib ketadi. Demak, yurib ketgan joy hisoblanadi. 33 mingdan sotiga. Mahallaning ichida. Mahallaning ichi. Yo, mahallaning ichi pad ofis bo'lmaydi-ku. Yo'lli yuzi pad ofis bo'ladi. Yo'q, yo'lli yuziga ham kirish uchun mahallaning ichiga kirish kerak. To'g'risi, bilolmadim. Qarang. 33lik 991 qaysi biri? 99lik 86 21 45. Telefon qilinglar. 1 sotiga 33 mingdan 3 sotuv 20 ga 15. Anaqaga olsa atel-matel qilsa bo'ladi, qolasa jiloy sotib olsa. O'zi yashashga ham yaxshi, chunki Yashnobod siz aytayotgan joylarda o'zi shundoq ham 30 ming sotilyapti sotiga. 10 minut metrogacha-da, Shkalov metro bor-ku, Do'stlik metro. 10 minut. 30 mingdan berib yuborasizmi? Berib yuboraman 30 mingdan agar emas. Gaplashinglar, mabodo pul ko'rsatsanglar, balki bundan ham o'tib berarlar. Okey, shizga rivoj. Salomat bo'ling. Xo'p bo'ling. Assalomu alaykum. Okey, salomatmisiz? Tuzumsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? O'zimiz biladigan joylar yaxshi-da. Yashnobod okam qayerda aytdilar tushunmadim to'g'risi. Xo'p, sotiladi 82 kvadrat metr, 84 bo'ladi o'zi aslida kvadrati. Gulobod 84 deganingiz nima bu? dom. 84-dom. Gulobodda 84-dom Kola marketning yonida-da. Kola marketning yonida. Birinchi etaj. Lekin narxini sal qimmatroq so'raysiz, okey? 100 mingga. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz. Men domda bu joylarda adashmayman-da, okey? Bu ma'nani professionalniy joyim-da. 98 mingmi? Endi qo'shnilar kelib chiqib 3-4-oylarda ancha 120 130 ga borganiga biz endi Okey, qarang. qila qolaylik deb. Narx chiqazayotganda baraka bo'ladi-yu. Misol uchun, qaysidir qo'shningiz uyi baraka bo'ldi, ko'rdingiz 90 mingga, 80 mingga. Ana o'shandan narx chiqazasiz. Qaysidir qo'shningiz 150 ming deb o'tirsa,
Siz uyingizdan 150 ming bo'lib qolmaydi, chunki uy unikida, xohlasa 200 ming deydi. Undan naqd chiqmaydi. 100 mingga sal qimmatroq so'rayapsiz. Buni 90larga berib yuboring, yoki tezlashib ketadi. Ha, 90 ham so'rashyapti. 90 ga. 95 ga bermayapsiz. Bermadi. Necha pul bo'lsa berasiz? 98 bo'lsa beraveramiz. 98 ming. Xo'p. Mana remontlari ham bor ekan, birinchi etaj. Mana огородlarni ko'ryapsizlar. Bemalol foydalanasizlar. 93lik 589 85 19. 98 ming bo'lsa berib yuborar ekanlar. Okey? Kelishsa yana 500 ming so'mga qaramasdan berib yuboring. Salom. Sizda ham Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bir yildan kuzataman sizni. Rahmat. Podpiska bo'lganman, Ulug'bek aka siz. Ha, Ulug'bekman. O'zingizni telefonga rosa tusha olmadim lekin, haqiqatan ham. Ha. Men opet Moskvada edim. Bo'ldi. Haqiqatan o'zim yashashimga uy kerak menga bir xonali. Sizda arzon variantlar ko'p chiqadi-yu. Okey, bizda arzon variantlarni o'zimiz zo'rg'a qidirib topganmiz. Endi eshitib turing, eng qiziq joyi. Mani ofisimda 23 ta bola ishlaydi. Bilaman, aytgansiz. 23 ta ishlaydigan, 23 ta ishlaydigan bolaga har bittasiga aytganman. Agar qaysi biring pul tiksalaring, men noroziman deganman. Chiqsin deganman ommaga. Chunki u ommaga chiqsa, bizga yana variantlar kelaveradi. Sotayotganimizni ko'rib odamlar bizga murojaat qilaveradi, o'sha uzilmasin deb bolalarimga, o'zimni bolalarimga olsalaring noroziman deganman. Yo misolsa menga pul beradi. Sizga ham alohida ayta olmayman nomma. Telegram kanaliga podpiska tashab qo'ying. Nima chiqsa o'sha yerga tashlaymiz. Manikidan mana qilib bering. Trend bo'lib ketdi-yu, bir og'iz gapi tushib ketadi, hammasiga negativ bildiradi. O'sha paytda tushib ketish kerak edi, pik bo'lib ketdi. Bir xonali, ikki xonali. Qattan Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek, Yunusobod. Yalang'och. Xo'p, Mirzo Ulug'bek, Yunusobod, Yalang'ochdan necha pul atrofida qaryapsiz? Ikki xonali bez remont bo'lsa ham shu. Ikki xonali bez remont bo'lsa necha pul atrofida qaryapsiz? 45-46. 45-46 ga qiynalasiz. Oxirgi etajga chiqib ketasiz. 45 ga ham ko'rdim, yoqmadi. Qayerda ko'rdingiz? Feruzada men bu Sagdanani ro'parasida Etaj? 4-etajda. Ha, aytolman-ku, oxirgi etajga chiqasiz deyapman. Yaxshi etaj bermaydi. Bir xonali 2-6 balkonli. Etaj? 2-3. 2-3. U ham 45 atrofida. Yo'q, 42 bor. 40-42. Yuribman, qarab turibman. Yo'q, Bo'ldi. siz chiroyli variant. Nomeringizni ayting. 77lik. 77lik. 77lik yog'ni ham 009 58 76. 77lik 009 58 76. To'g'ri aytdimmi? Bir xonali yoki ikki xonali Mirzo Ulug'bek, Yunusobod tumanlaridan qarayaptilar. Maklerlar ko'radi, telefon qurishadi. Keling. Salomat bo'ling, aka, xo'p. Uyimda 4 sotik uyim. Eshonguzarda. Eshonguzar Qahramon anaqani oldida. Yagona darcha borgan hozir. Bilasizmi, ta'birasiz. Postdan qancha kiriladi bilmas ekanman. Postdan 3 kilometr kiriladi. 3 kilometr kirsa agarda postdan bir sotuv yerlar 15 ming bor, plus minus. Yo'q, o'tgan yili 20 mingdi. O'tgan yili 20 ming. Yaqinda telefon qilsam 35 ming deyapti quruq yerni. Bizni anaqaning narxida ketyapti-da, yer narxida. Necha pul deyapsiz? 155 deyapmiz, elitli uy, 2 etajli. Yo'q, mana postdan agar 3 kilometr chiqsak 15 mingdan 17 minggacha bo'lyapti. Men bu yerni bilmadim. Prosta Toshkentning postlari bor-ku atrofi. Atrofidan chiqib taxminan kalkulyatsiya qilyapman. 17 ming bo'lyapti. 20 ming deb o'tirishibdi, sotilmayapti. 25 ming deb o'tirganlar ham bor. 35 ming bo'lgan. 35 mingmi? Ha, tushunarli. 35 mingga qiyin, chunki Toshkentdan tashqarida. Men aytib ketiraman. 155 ming. 155 ming polubniy pol. Xo'p. Imzo energiz bergan oyna qo'yganmiz. Men bu pollarni hammasi kuxnyasi keramikadan qilganmiz. Necha sotuv? 4 sotuv. 8 ta xona. 8 ta xona. Agar xohlasa Necha pul deyapsiz? 155. Xohlasa yana sotuq ham qo'shib beraveramiz. 10 sotuq beramiz. Qiynalasiz buni. Necha pul bo'lsa beraverasiz sohirini? 150 bo'lsa beraveramiz. O'zingiznikimi? O'zimniki. O'zingizniki. Xo'p, yaqinroq olib keling. 8 xona ekan, 4 sotuv ekan. Eshonguzarda 99lik 860 34 11. Eshonguzar Qahramon mahalla. 3 sotuv postdan chiqqanda. Sal qiynalasiz lekin, mayli bozoringizni bersin. Mayli, ana ko'ring. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Tizimsiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi? Tinchmisiz? Yangiliklarni boshlab yubordik, xudo xolasa. Aylanib yurimiz. Alloh xayrli qilsin. Salomat bo'ling. Yo'q, anaqa bera olmayman. Samarqand darvozada. Bu qaysi dom? Bekachlar mahallasi. 2 ta 12 etajga turibdi. O'shandan. Tushunarli. 3 xona, 2-etaj, 12 etajga 77 ming, 73 kvadrat. Oka, Samarqand darvozani ko'pchilik senter
o'sha mahallani jin ko'chadan kirgani yoqmayapti. O'shani hisobiga sotuv qiyin bo'ldi. Men ham bitta ikkita dombotdan sotdim-da, qiynaldim. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz eng oxirgina? Telefonda adam bilan kelishgan. Bilmaysiz, nech pul berib yuboradi. Bo'ldi, adalari hal qilar ekanlar. Novostroyka dom, buni davlat qurgan, elektr plita bo'ladi, to'g'rimi? Elektr plita bo'ladi. Faqat o'zi aslida Samarqand darvozada bu uy 85 ming, 90 ming bo'lishi kerak. Bitta aybi mahallaning ichidan kirib o'tganda Samarqand darvoza ko'chalari tor ko'cha-ku, shu ko'pchiligi anu ma'qul bo'lmayapti, lekin narxiga zo'r ekan. Antdan turib ko'rib kelganman, 77 ming, 73 kvadrat. 99lik 588 0001. Adres hal qilarlar. Oke, bozoringizni bersin, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Salomatmisiz, tuzumsiz? Yakkasaroy rayon 2 xonali uy sotiladi. Nima deyapti? Sho'torostovellik. Qayerda Sho'torostovellik? Qon quyish yonida. Qon quyish yonida, g'ishli dom. Kvadrati necha? 53 kvadrat. 53 kvadrat. Balkoningiz 2 ga 6, xonalar ichma-ich. Remonti? Yaxshi, Yevro. Qachon qilgansiz? 3 yil oldin. 3 yil oldin qilgansiz, hali sveji turibdi. 58 ming deyapsiz. Biz yaqinda sotdik. Bir kunda sotib yubordik. Etaji 3midi, 3-etajmidi, 2-etajmidi, hozir adashib ketmang. 50 mana shunaqa 57-58 ga sotdik, yaxshi etaj edi u. Bu oxirgi etaj yevro bo'lganini hisobiga buni ham narxi yomon emas ekan lekin. 58 ming. Beraman. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz, oka? 57 ming. 57 ming bo'lsa berasiz. Yo, yana o'tadigan joyi bormi? Kelsin. 54-55 ham ko'taradimi? 54-55. Yo, sirazi aniq qilib qo'yirish kerak-da. Prosta kelayotgan odam ham mo'ljalini olib keladi-da. 57 qilib berdingiz, yana o'tib beraman desangiz, kimdir 53 mingni mo'ljal qilib qo'ysa, bermasangiz sirazi 55 ekanda mo'ljalingiz. 56 dan tepa gaplashyapmiz. Ha, 56 dan yuqorida gaplashasiz. Xo'p. Sho'torostovellikda, Yakkasaroy tumani 97lik 037 01 34 mi? 7 mi? 0134. 0134. 97lik 037 0134. Narxi yaxshi ekan, xudo xolisa. Kelishtirib berib yuboring, aka. Salomat bo'ling. Yo'q, Solnichnikda qiynalaman, aka. Ray center. Necha kilometr chiqamiz aniqadan? Postdan. 2 kilometr. 2 kilometr chiqamiz. 2 kilometr. 2 sotuv 7 xona. Xo'p. Bu Solnichnikda. Vaychasi oldi. Yo'q, Solnichnikda qiynalaman. Yangi yo'llarda 15 yil o'tdi, bizdan yaqinroq-ku. Necha kilometr mana shu ipodrom oldi, postdan chiqdik? Uzoqqa 5 bo'lsa kerak, yo 4. 5 kilometr joylar o'tdan chiqqanda 15 mingni ko'tara olmayapti. Endi Ha, ozgina o'tib berasiz, ozgina o'tib berasiz. 15 mingni ko'tara olmayapti. Savdalashib berishingiz kerak, chunki 3 kilometr chiqsa postdan, mana shu atrofdagi postlardan. Taxminan aytyapman. Ha, tushundim. Nech pul bo'lsa berib yuborasiz sotigini? 8 sotuv ekan. Yonida yana 10 sotuv bor. Nima bor? Suv, gaz, svet, Kanalizatsiyadan boshqa hamma narsa. hamma narsa bor. Bitta kanalizatsiya yo'q. Ko'chalari уже obod bo'lib ketgan mahalla. Qo'ni qo'shni hammasi. Odamlar yashayapti. Bir sotiga 15 mingdan ekan, 8 sotuv nima post bo'ladi? O'shanda ipodrom yonida Erkin postidan 4 kilometr. 4 kilometr, 5 kilometr chiqqanda 8 sotuv yer 15 mingdan, 12-13lardan berib yuborsangiz kerak. Odami chiqib qolsa. Naqd sanasi hammasini 10 dan ham beraveradi. 10 dan ham beraveradi. Undan pastga bermaydi. 8 sotuv 80 ming bo'ladi o'shanda. 8 sotuv 80 ming bo'ladi. Nechiga nechi yeringiz? Buni yonida yana 10 sotuv bordi, общий 18 sotuv. Hop, Bunaqasi fasadi bir 50 chiqsa kerak. fasad 50 metr. Bu yog'ini gap hammasi bilmaydi. Fasad 50 metr bo'lsa, ichkariga 20 dan oshuv bo'ladi-da, 18 sotuv bo'lsa. Bo'ldi, aka. Nijolab 10 mingdan. o'ylagan bu misol. Aka, meni boshqa taniklab qo'ysa bo'ladimi? Yo'q, bitta bizni uzmaymiz. Shuna ketdi. Bob baraka. Narxni Bor. tushiramiz. Nech pul? Nech pul qilamiz? Hop, nech pul? 40 mingga berib yuborasizmi? Yo'q-e. Nech pulga berasiz? Shuni ayting. Nech pulga berasiz? Endi suluj sotaman, 46 ga beraveraman. 46 ga berib yuboraman. Aka, qarab turing. Aka, qarab turing. Mana Telegramga kiramiz. Xo'p. Men realtorlarga o'zim tashaganman. O'zim uyim bo'lgan mana. Ko'rsatmayapman, xohlagan realtorimni taqdiyman. Xo'p. Mana. Hozir realtorni topib, mana realtorlar. Xohlagan bitta realtorimni taqdiyman. Do chiqamiz. Xo'p. Chiqamiz. Tashagan bo'lishim kerak. Yaqinda sotdik-da, aka.
Mana. Chilonzor rayon, Algoritm, Qizil Sharq 2 xona 9/9, общий koridor 42500. Sotdik, aka mana. Rasmlari. Mana yaqinroq olib kelgin, ko'rinyaptimi? Chilonzor Algoritm, mo'ljal 42500. Mana shuni Telegram kanalimizda sotdik, to'g'ri. Bu uy o'zi aslida 44 ming 45 ming turadi, aslida. Просто zarurat bo'lgani uchun 1,5 ming nari ber arzon berib yuborildi. Siz ham 46 yomon so'rayotganmi? 46 yomon emas. O'zi aslida uy narxi bo'lmaydi. Ana biron narsasini yerga urib tashlash osonda, lekin 44 ming 45 ming asl narxi. Siz ham yutqizmaysiz, oluvchi ham yutqizmaydigan narxi buni. Yo'q, menga undan past to'g'ri kelmaydi. 46 ming bo'lsa sotaman, undan oyog'iga bera olmayman. Siz u ham uy siznikida. Xaridor kelsa, o'sha atrofdan qarayotgan bo'lsa, cho'mchigida 46 ming puli bo'lsa, 46 mingga uy yo'q, deb baribir. Xo'p, endi oladi. Xo'p, siz aytganingizda men algoritm deyapsiz-da. Algoritm bilan Chilonzorni farqi bor, rol o'ynaydi. Men 2000 rol o'ynayman. O'shaning uchun 46 ga beraman. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi Chiroyli mumkin. narx matchni yo'q. Tushundim. Lokatsiya eng katta. Okam boshqatdan iltimos qilyaptilar. 97 749 66 60. Hali necha pul dedingiz? 47 ming dedingiz, 46 ming qilib beribdilar. 1000 so'm tushibdi. Yarim soatda hozir. Sizlar borguningizcha yana tushar balki. Yo'q, tushmayman. Tushmaysiz boshqa. Bo'ldi, ishingiz kerak. Zo'r narx. Assalomu alaykum. 6,5 sotuv Olim polvonni yonida 5 xona. Necha pul olasiz? Sotiga 15 mingdan 100 ming sanasa berib yuboraman. Sotiga 15 mingdan. Betonkani narigi tomoni. Olim polvon kafesini Orqasida qancha kiriladi? 300 metr. O'zi aslida uzmasdan to'luv bitta 40 minut 1 soatlik kontent qilmoqchi edi. Telefon qizib ketib qoldi, uzishga majbur bo'ldi. Telefonni sovutib boshqatdan yoqib olmasa, birinchisi bo'lgani uchun rozi bo'lasizlar. Balkim baland gapirib yuborayotgandirman. Balkim noto'g'ri nimadir xatti-harakat bo'layotgandir. Birinchi kontent, rozi bo'lasizlar. Fikringlarni yozinglar, o'qiymiz, to'g'rilab boramiz. Mana zo'r narsa ekan. Chilonzor Oqtepa 157-maktab 1,5 sotuv uchastka 3 xonasi bilan 66500. Zo'r narxi. Nech pul bo'lsa berib yuboradi? 10 ga 15. Ha, fasati 10 metr, ichkariga 15. Anaqasi ham zo'r ekan. Mahallasi 20 metr. Bemalol fura 2-3 etaj qursa ham bo'ladi. Kran ham sig'adi mahalla. Bo'ldi. Kamera o'chib qolganda, qizib ketganda bekor turmadi. U eng arzonini topib qo'ydi. 99lik 994 65 65. Narxiga gap bo'lishi mumkin emas, bunaqa narx topib bo'lmaydi. Xurshid ishingni och. Anta ham bitta zo'r narsa ko'rdim. Ketdi yuraylik. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Siz onsiz, ishlaringiz bo'tdim, tinchmisiz? Choshtepa. Choshtepaga 56 ming. Ha, yevro bo'lsa zo'r. Ana o'zini davlatda remonti bo'lsa qimmat edi 56 ming. O'zi 60 ming sotmoqchi edi, bugun narx srochnilik uchun sotib olamiz. 56. O'zi 60 mingda otdinglar. Hozir 56 ming bo'lsa berib yuborasizlar. Yo, yana o'tadigan joyi bormi? Gaplashamiz joyida. O'zi zo'r narx, lekin mebel texnikasini ko'rib Mebel texnika deganda upakovkami yo chalami? Shu hamma narsasi bormi? Hamma narsa bor. 2 xona, birinchi etaj. birinchi etaj. Metroni yoni. Choshtepa. Metro birinchi bekat bo'tdi. 55 kvadrat 56 ming. $1000 o'tib bersalar 1 kvadrati $1000 ekan. Yevro mebel texnika bo'lsa zo'r. Bosib oladigan joyi, nomerlari 94lik 671 4488. Okay. Ishingizga roch. Salomat bo'ling. Mana bitta yaxshi narsa ko'rdim. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sizomsiz? Xo'p, Sergeli yarmarka, mo'ljal, sovuq suv. Indeksga yetmasdan. 51 kvadrat bu qanaqa? Ha, 2,5 ga 560. balkon shunaqami? Xo'p. Kubik dom deyiladi, bitta podezli. Kubik dom, bitta podezli. Men 51 kvadratligini bilmas ekanman. Kadastrda rostdan 51 kvadrat yozgan. Rasmda ham, kadastrda ham. Narxi 45 ming. Agar 51 kvadrat bo'lsa, Vrodi yomon emas, kvadratini bo'lib olsangiz $1000 dan arzon tushadi. Nech pul bo'lsa berib olasizmi? Narxga 40 44 bo'lsa berib olasiz. Narsalar bilan 45 dollar. Endi Sergelida o'zi aslida 40 kvadratli uylar ham 40 minggacha sotilyapti. 51 kvadrat bo'lganiga balkim ketib qolar. Nomerlari 77lik 550 93 83. Sherzod aka, Sergelida 51 kvadratli qanaqa planировка? 51 kvadratli qanaqa planировка? Sergelida men bilmas ekanman. Siz bilasizmi? 51 chiqmaydi bu. Yarmarka. Men ko'rmaganman 51 kvadrat. 50 bo'lsa
Kadastringizda yozgan, ha? Zo'r agar 51 kvadrat bo'lsa, 44 mingga. 40 kvadratlar ham 40 ming sotilyapti. Necha sergili? Indeks bozorga yetmasdan-da. Chorrahadan ozgina o'tasiz 200 metrdagi 46 kvadrat emasmi bu odam? 51. Mana ham shunaqa do'yloqmi. Agar kadastrlarida 51 kvadrat bo'lsa 44 mingga normalniy, to'g'rimi? Kvadrat katta-ku. 2 xonali kvadrat. Yangi hayot. Sergilija ko'payib ketdi-yu. 5. Hop. 55 kvadrat 64 ming. 3 7 7. Oki hozir mana bu yerda 2 xona birinchi etaj. To'g'ri, u 2 xona, aybi. Lekin u ham 55 kvadrat edi. Yevro mebel texnikani 56 ming, 55 ming bo'lsa beraman dedilar. Sal buni narxidan o'tib bering lekin. 64 ming sal. Nech pul o'tib berasiz? 60 mingdan pastga gaplashasizmi? 60 dan yuqorida, to'g'rimi? 62 mohirga narxingiz. Mayli, uy sizlarniki, lekin sal qimmatroq so'rayapsiz. Sotilsin desangiz, o'tib bering. Kvadrat kichkinada 55 kvadrat bo'lishi kerak emas. 3 xonali uy 75-80 kvadrat bo'lishi kerak. Bu yerda 3 xona anubyotdi, lekin kvadrat 2 xonanikida. Men aytib turaman, 77lik 555 85. 62 ming bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Yangi hayot, Sergeli mo'ljal, metro 2-bekat. Anu 1-bekat edi, aka, yonma-yon ekan. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Aka, salomat. Yana Sergelimi? Sergelilar nimasi ko'paydi? Sputnik 7. Sputnik 7 qati deydi. Men Sputnik 16 ni bilaman. Yarmarka chorrahadan 5-bekatga qarab qaraganda metrolindan keyinga. Tushunarli. Ya'ni indeks bozor tarafda. Tushunarli. 4 8 9 90 kvadrat. Bankovskiy domda olsiz. Bankovskiy dom bo'lmasa kerak, 90 kvadrat. Bankovskiy domda. Ha, Namastroyka bo'lsa kerak. Ha, Bankovskiy boshqa narsa-da. Чистый remont narxi nech pul? 75 bo'lsa beraveramiz. 75 ming yaxshi etaj bo'lishi kerak edi, aka. Etajiga 75 ming qiynalasiz 8-etajga. Biz farqi yo'q, reklama qilib ketaveramiz. Просто biz reklama qilganimizdan, yo, shundoq ham uzmaymiz. Uyingiz sotilishi kerak. Anu baland mo'ljal qilib qo'ysangizchi, oluvchi odam ham sizni uyingizni olgungacha 10 tasini ko'rib keyin keladi. 77 ming chiqadi aka. 75 ga chiqdik desa beraveramiz. Chiqarasiz, xolasangiz 100 mingda chiqasiz, uy sizniki-yu, lekin sotish niyat bo'lsa narxidan o'tib bering. Meni mo'ljalim bo'yicha bu 65 bilan 70 orasi sotiladi. Shunaqa mo'ljallar to'g'ri keladimi? Yo'q. To'g'ri kelmaydi. Nech pul o'zi berasiz? 75 oxir narxi. 75 ming ekan. Biz qo'yib yuboramiz, aka. 97lik 441 72 83. Sputnik 7 da. Salomat bo'ling. Mana shu yerda bitta yaxshi narsa ko'rdim. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Tizimsiz Prodаю 5 xona 31 ming. 5 sotu. Qayerda bu? Sergeli City supermarketda kezaman. Sergeli. Rasa Sergeli bo'ldi. Aka, siz buni ko'ring. Men bitta bloger video qilgan borib, buni arzonroq srochniy berib yuboraman. 5 sotuq 2 etajli. Faqat gaz kirmagan, dashni pasolka bo'lganda. Lekin hamma dokumenti bor. Ko'rinyaptimi? Ko'rinmayapti. Aka, 31 ming. Hozir dokument ham dashni, ha? Hamma narsasi bor. Yo'q, uje kadastrmi? Yo'q, dokument, kadastr. Kadastr bo'lgan. Faqat gaz kirmadi, gaz yangi yilgacha kiradi deyapti. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, aka, men tushunmadim. Aytib ketiraman, chunki bot bilmas ekanman. Narxi yaxshiga o'xshayapti. Dashni posyolka bo'lgan oldim. Hozir qo'shnilaringiz bitta pretsizasiya qolishyapti. 1 kilometr. Xo'p. 5 xona 31 ming. 5 sotu. 1 sotiga nech puldan tushyapti? 6 mingdan tushyaptimi? 6 mingdan tushyapti. 2 etajli. Remontim 2 etajli uchastkasi bor. Pensioner 2-etajli. Ko'rvaqinglar, oldin dashni bo'lgan, hozir pretsizasiya qilib xususiylashtirilgan 95lik 022 65 58. 2 etajda ham sanuzel bor, 1-etajda ham. Yaxshi, qurilishingiz o'zi 30 ming turadi. Yer tekin ekanda, yo'qmisa? Chunki 30 ming ketib qoladi. 2 etaj eng arzon qursangiz ham. Videolarni ham tashlab beraman. Yo, videolarni klientlarga tashlayverasiz. Mana shu nomerlarga telefon qilsanglar, polni ma'lumot, video bor ekan. Hozir telefonlar ko'rinmadi, optoda tashlab beradilar. Aka, assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tizimsiz? Ishlaringiz bormi? Salomat bo'linglar. Ichkariga bitta kiramiz, yopib boramiz. Assalomu alaykum. Aka, salomatmisiz? Tizimsiz? Padron ro'parasida. Ha, 5 qo'rg'onda, 5 ta xona, 2 ta sanuzel, 3-7 sotuv. Nech pul olasiz? 180. 180 ming.
Qanaqa qurilish? Nechinchi yil qurgansiz? 15-yil qurilgan, 22-yil remont. 2 etaj paltarashga. 2015-yil. Xo'p. 3.7 sotuv Beshqo'rg'onda 99 085 74 47. Yana 1.25 ga zahvatga dokument qilinadi. O'shanda 1.25 bo'ladi. ha, 5 bo'lar ekan-da. 5 sotuv bo'lar ekan. Ko'rib oqinglar. Mana shu bitta yaxshi narsa ko'rdim, yo'qotib qo'ydim. Assalomu alaykum. Kameraga chiqaman. Assalomu alaykum. Mashhur bo'lib ketasiz. Narsa qilmaydi. Maqtab qo'yib bo'lsin. Ha, akam mashhur realtorlardan. Xudo xolisa, halol ishlaydigan bozordagi sanoqli odamlarning bittasi. Rahmat. Xudo xolisa. Aka, ishingizga rivoj. Rahmat. O'zi 40 minut mo'ljal qiluvdik. Odamlarni vaqtini ko'p olmayman. Tasodifan siz sabab bo'lib qoldingiz. Yopib boramiz. Xudo xolisa, bugun birinchi kun. Xudo xolisa. Qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar, chunki hayajon bilan zo'rg'a qildik. Hamma qarab turibdi, o'zi bo'lmadi. Shunday. Keyingilarida o'zimiz ham shu videoni ko'rib, to'g'rilab boramiz. Sizlar ham kommentariyada yozinglar, menga yoqmadi, meni noto'g'ri qildingiz, men naqa qiling deb fikrlaringlarni yozinglar. Xudo xolisa, bugungisi shu bilan yopib boramiz. Salomat bo'linglar.